Uy, ya'ni uchastkangiz yoki boshqa birorta binoyingiz magistral yoki davlat ahamiyatidagi yo'llar bo'yida joylashgan bo'lsa, uning tashqi ko'rinishini o'zgartirish uchun vakolatli organ bilan kelishishingiz kerak. Ushbu obyektlar tuman markazida bo'lsa, fasadini 25% dan ortig'ini o'zgartirsangizgina kelishasiz. Undan kam bo'lsa shart emas. Tuman markazi bo'lmagan shaharlar hamda qishloqlardagi obyektlarni kelishish talab etilmaydi. Kelishish shaffof qurilish tizimi tomonidan yaratilgan xizmat orqali amalga oshiriladi. Buning uchun my.gov.uz saytidan binoning tashqi ko'rinishini o'zgartirishni kelishish, undan so'ng xizmatdan foydalanishni tanlang. Tashqi ko'rinishiga o'zgartirish kiritilayotgan obyektingizni belgilab, keyingisi va yana keyingisi tugmasini bosing. Endi faylni tanlang menyusi orqali obyekt fasadining rangli eskiz loyihasini biriktiring. Keyingisi tugmasini bosib arizani tekshiring va yuboring. Yangi invoysni olishni belgilab, yuborishni bosing va bazaviy hisoblash miqdorining 45%, ya'ni 185.400 so'm miqdorida to'lovni amalga oshiring. Bo'ldi. Jarayon yakunlandi. So'rovingizga 5 ish kun ichida javob beriladi. Uni arizalar bo'limi orqali olishingiz mumkin.